Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan El Ardog'dagi taniqli xonanda Mahmud Namozov afsuski bugun tongda 66 yoshda og'ir judolik bo'ldi. Ta'ziya bildiramiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Mahmud Namozov 8-may kuni 66 yoshni qarshiladi. Farzand dog'i, do'stlar xiyonatini ko'rgan ijodkor osonlikcha mashhurlik cho'qqisiga yetgani yo'q. U hamma insonlar singari omadini kutib yashadi. Hatto moliyaviy qiyinchiliklar va Toshkentdagi musofirchilik ham unga begona emas. Onasining vasiyati. Mahmud Namozov Uzun tumanidagi Bobotog' etaklarida joylashgan qishloqda dunyoga kelgan. U oilaning to'ng'ichi bo'lgani uchun ota-onasining eng ishongan farzandi bo'lgan. Otamning asl ismi Ali Muhammad bo'lgan, qisqartirib Almat deb ketishgan. Surxon vohasining Kunchiqar tomonidagi qadim Bobotog' bag'rida tug'ilgan. Bolaligi Ikkinchi jahon urushining eng qizg'in davrlariga to'g'ri kelgan. Shundan yoshligini eslasa ko'ngli buzilib ketaveradi. Uyimiz oddiy qishloq uylari kabi edi. Rahmatli Mastona onam tinim bilmas ayol edi. Dadam-ku yoshligidagi qiyinchiliklarning rohatini ko'rdi, ammo onam shuncha farzandni dunyoga keltirib, ularni o'qitib, endi qo'li oshga boray deganda olamdan o'tdi. O'limidan avval oldiga chaqirib, senga ishonaman o'g'lim, ukalaringga bosh bo'lgin deb tayinlagan edi, deydi xonanda. Xonanda ilk musiqiy savodini maktabdagi musiqa to'garagida oldi. O'quvchilik paytlaridan jamoa xo'jaligi qishlog'ida ochilgan Rayhon ashula va raqs ansamblida yakkaxon xonanda bo'lib ishladi. Musiqaga bo'lgan qiziqishi tufayli 1977-yil maktabni bitirib, Toshkentdagi Nizomiy nomidagi pedagogika institutining musiqa fakultetiga o'qishga kirdi. 17 yoshimda Toshkentga kelganman. Menda xonanda bo'laman degan jiddiy ahd bo'lmaganmi bilmadim. Pedagogika bo'yicha tahsil olishni istaganman. Qishloq sharoitida eng yaxshi kasb o'qituvchilik va shifokorlik hisoblanadi. Ammo bolaligimdan mahallamizda o'tkaziladigan to'y hashamlarda faol edim. Qo'shiq aytardim, ammo kun kelib san'at asosiy kasbim bo'ladi deb o'ylamagandim, deydi xonanda. 17 yillik pedagoglik qilgani haqida. Xonanda institutni tamomlab Uzunga qaytib boradi. Bunga Toshkentdagi moliyaviy qiyinchiliklar va ijara bilan bog'liq muammolar sabab bo'ladi. U o'zi tahsil olgan 58-maktabga musiqa o'qituvchisi bo'lib ishga joylashadi. 12 yillik pedagoglik faoliyati davomida o'quvchilari tuman, viloyat va respublika miqyosida o'tkazilgan tanlovlarda g'olib bo'lishadi. 1991-yili Botir Zokirov nomidagi respublika ko'rik tanlovida faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritganman. Surxondaryodan kelib, Baxshiyona qo'shig'i bilan mukofotlanish juda yaxshi edi. O'shanda 1-o'rinni Azim Mullaxonov qo'lga kiritgandi. Mana shundan keyin oilam bilan Toshkentga kelishga qaror qilganman, chunki ijodga intilish uchun istamaymizmi, yo'qmi, poytaxtga yaqin bo'lish kerak, deydi xonanda. O'g'lining bevaqt vafoti. 1994-yili Mahmud Namozovni Yoshlar radio kanalining musiqa bo'limiga ishga taklif qilishadi. Shunda xonanda oilasi va 2 o'g'li bilan poytaxtga keladi. Ammo oradan ko'p vaqt o'tmay oila boshiga mushkul ish tushadi. Ular 12 yoshli o'g'illardan ayrilishadi. Bu voqea Toshkentga endi kelganimizda yuz bergan. Surxonda o'ziga yarasha obro'-e'tiborga ega edim. Toshkentga kelib, katta qozonda ham qaynab ko'raylik deb jarga qulab ketganmiz. Hech kim bizga yordam bera olmagan. Oldin bizga yordam beramiz degan odamlar sekin o'zlarini chetga olgan. 2 o'g'lim
Uspaensky nomidagi musiqa maktab internatida o'qirdi. 6 kun o'qish, 1 kun uyga dam olishga kelardi. Katta o'g'lim 14, ikkinchim 12 yosh. Kattam barabanda, ikkinchim violonchelda o'qiydi. Qishki ta'tilda uyga kelganda kichkinam faqat uxlaydi. Biz uning nega buncha ko'p uxlashini tushuna olmaymiz. Keyin bilsak, u gepatitning og'ir formasiga chalingan ekan. U yoq bu yoqqa ko'rsatgunimizcha 5-10 kun ichida bola ko'z o'ngimizda o'lib qoldi. Hech narsa qila olmay qoldik. Endi u paytdagi ohvohlarni ko'rsangiz edi. Ahvolimiz juda abgor, pulim imkoniyatim bor-ku, lekin hech narsa qila olmasdim. O'sha paytda prezidentga qaraydigan shifokor ham kelib ko'rib, kech qolganimizni aytdi. Sariq kasalning og'ir formasiga uchragan ekan. Bolamiz qo'limizda jon berdi. Surxondaryoga qo'yib kelishimiz kerak. Shunaqa qalin qor yog'gan. Tizza bo'yi keladi. 3 mashinaga bo'linib yo'lga chiqdik. Yo'llar yaxmalak, yurib bo'lmaydi. Soatiga 30-40 kilometr tezlikda yuryapmiz. Haydovchilar charchab holdan toyib qoldi. O'g'lim ikkimiz mashinada, haydovchilar joy ichishga tushib ketdi. Tasavvur qiling. Mashinada o'tiribmiz. Tushirilgan old o'rindiqda esa bolangizning tanasi yotibdi. Shu paytda xayolimdan Toshkentga borib nima topdim degan o'ylar o'tgan. Shuning uchun keldimmi deganman deya hikoya qiladi Mahmud Namozov. Toshkentga kelib nima topdim? Xonandaning aytishicha, farzandining o'limidan so'ng u qattiq tushkunlikka tushib qolgan. Toshkentga qaytib o'g'limning 7sini berdik. O'sha paytda hayot to'xtab qolgandek bo'ldi. 2-3 kun uyda faqat yotganman. Ayolim o'shanda tug'ruqxonada ishlardi. U ishga chiqib ketdi. Bir kuni ishdan kelsa-da, qachongacha yotasiz? Bo'ldi endi. Qolganlariga umr bersin dedi. Asli u mendan ko'proq kuyishi kerak bo'lsa ham menga dalda bo'lgan. U voqeani eslashni ham xohlamayman. Hozir eslayotganim, boshingizdan o'tkazganingizni kimgadir aytsangiz, unga foydasi tegishi mumkin. Kimdir otasini yo'qotadi, kimdir pulini, kimningdir uyi yonib ketadi. Hayotda yo'qotishlar bo'ladi, lekin u degani hayot tugadi degani emas. Allohning ishiga hech qachon shak keltirmaslik kerak. Hayot sinovlardan munosib o'tkazgangina ularning orqasidan bizga mukofot beriladi, deydi xonanda. Tiko puliga yaratilgan 2ta qo'shiq. U bugungi kunga vohaning eng talabgor xonandasi bo'lsa-da, osonlikcha mashhurlikka erishmagan. Ijara uyda yashash oson kechmaganligi uchun davlat ishidan tashqari to'y xizmatlariga ham borib qo'shiq ijro etardi. 2000-yili mashina olaman deb pul yiqqanman. O'sha paytda Tiko mashinasi rosa urfga aylangandi. Toshkentdan mashinani surishtirsam 1300 AQSh dollari deyishgan. Qo'limda esa $1000 bor edi. Qarz olib bo'lsa ham mashina olaman deb rosa harakat qilganman, ammo atrofdagi insonlar qarz berisha olmagan, deydi xonanda. Ma'lumot uchun, Mahmud Namozov shaxsiy hayoti haqida gapirishni va ular bilan bog'liq suratlarni omma bilan bo'lishni istamaydigan ijodkor. Intervyularda faqatgina 6 nafar nabirasi borligini aytgan, deydi xonanda bergan intervyusida.